ekologik stikerlar joriy yilning 1-may kunidan boshlab pullik bo'lar ekan. Hurmatli haydovchilar, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan yolg'on xabarlarga aslo ishonmang. Shu kunlarda ekologik stikerlar joriy yilning 1-may sanasidan boshlab pullik bo'lar ekan degan mishmishlar juda keng tarqalib ketdi. Rasman ma'lum qilamizki, bu xabarlar mutlaqo asossiz va haqiqatga umuman to'g'ri kelmaydi. Vazirlar Mahkamasining 750-sonli qaroriga asosan joriy etilgan ushbu stikerlar hududiylik bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari tomonidan beriladi va Buxoro viloyati haydovchilari uchun bu jarayon 2030-yilga qadar davom etadi. Yana bir bor ta'kidlaymizki, mazkur stikerlarni berish tartibi mutlaqo bepul amalga oshiriladi hamda sizdan hech qanday to'lov talab qilinmaydi. Faqatgina stikerni pochta xizmati orqali rasmiylashtirib, o'z manzilingizga buyurtma qilsangiz, yetkazib berish xizmati uchun pochta to'lovini amalga oshirasiz xolos. Ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmang va eng aniq ma'lumotlarni rasmiy manbalardan kuzatib boring. Boshqa haydovchilarni ham ogohlantirish esdan chiqmasin.